O'zbekistondan Koreyaga qaytish vaqti keldi. Shu vaqtgacha bo'lgan eng qiyin parvozim haqida gaplashamiz. Oilam bilan xayrlashib, onamlar bilan Toshkentga qarab yo'lga chiqdik. Namangandan Toshkentgacha taxminan 5 soatda yetib borsa bo'lardi, lekin bolajonim bizdan juda ham qiynavordi. Doimgiga nisbatan xuddiki yo'l umuman tugamayotganga o'xshab tuyuldi. Lekin bir tomondan faqat bolajonim aybdor emas. Men yangi ochilgan restoranga kirgim kelgandi va umuman uslamadim. Maza qilib ovqatlanib chiqdik. Bolamni qiynatganiga kelsak, ko'ngli aynib, qayt qilib, yig'i-sig'i qildi. Menimcha uzoq yo'l yoqmaydigan bo'lib qoldi. Shaharga kelishimiz bilan doim birinchi qiladigan ishim uyimizdan xabar olish bo'lib qolgan. Tungi reysdan uchganim uchun ancha vaqtimiz bor edi. Gostinitsaga kirib dam olamiz degandik. Ana shu joyda ham bolam uxlatmadi. Lekin yo'lga chiqishdan oldin o'zim maza qilib uxlab oldim. Endi ozgincha taxmin qilib olsalar, mani oldinda nimalar kutayotganini aeroportga borib, doimgidek birinchi o'rinda bagajlarimni topshirib oldim. Bu safar onamlar bilan oz-moz bo'lsa ham gaplashib o'tirishgan vaqt topdim. Eng qiyin joyi bo'lsa, onamlar bilan xayrlashib, tekshiruvdan o'tib ichkariga kirib ketdim. Bolajonim o'zi buvlarini juda ham yaxshi ko'radi. Hatto menga ergashmasa ham buvlariga doim ergashardi. Aeroportda ham xuddi xayrlashayotganimizni tushungandek buvlariga boraman deverdi. Biznes lounjda kutaman deb Visa Platinum ochtirgandim, lekin yangi karta bo'lgani uchun meni kiritishmadi. Bu yerda qanaqa qahramon onaligimni ko'rsatyapman. Ha, aytgancha bizani O'zbekiston aeroportimizda mana shunaqa hamma sharoitga ega ona-bola xonasi bor ekan. Bolam bilan necha marta uchib hali bilmagan ekanman. Bu xonani ko'rib juda ham xursand bo'lib ketganimdan sizlarga ham polностью obzor video olaman deb ancha vaqt qolib ketdim. Zalga qaytsam odam yo'q, ichim bir g'alati bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdim, to'g'risi kech qoldim deb. Shunchaki hamma ichkarida o'chiribda turgan ekan. Samolyotga o'tirishimiz bilan boshlandi hayot. Landi, o'yin boshlandi deydi-yu, bilasizmi? Taxminan 1-1,5 soat vaqt rosa yig'lab, injiqlik qilib zo'rg'a uxladi bolam. Lekin bitta omadim kelgan joyi serialimni ko'rib, xotirjam ovqatlandim. Undan keyin o'g'lim uyg'ondi. Shu bilan uxlagani yo'q. Qiynalib ketganimdan tep-biting yig'lagan vaziyatim bo'ldi. Bu haqida alohida video chiqaraman. Ungacha sizlar qanchalik qiynalganimni taxmin qilib turinglar. Eson omon Koreya aeroportiga tushib, bagajlarimizni oldik. Aytgancha aeroportda teleshka uchun hech kim urushmaydi, talashmaydi. Bizda ham shunaqa ko'pgina qilib qo'yishsa zo'r bo'lardi. Qo'rqinchli holatda bo'lib yotgandim. Qo'limda bola bor-ku, qiynalib ketdim deb o'zimga o'zim bahona qilmasdan, erim salkam meni 3 oy ko'rmadilar, ko'ngillari qolib ketmasin deb o'zimga qarab oldim. Voy, bo'yanganimni to'liq videosini ko'rsanglar. Belimda bola bilan shunaqa maza qilib bo'yandim. Xohlasanglar, uni ham alohida video qilib beraman. Bolam ham qolib ketmadi, kiyimlari kir bo'lib ketgandi, shokoladli pechenyelar yeb, uni ham chiroyli qilib dadasi bilan ko'rishdi. Endi ko'rishganimizda tasavvur qilinglar, o'zimcha kameralarga olib chiqyapman, romantichniy muzikalarga video yasayman. Erim to'g'ri kelib, o'g'limni betidan ushlab yaxshi keldinglarmi deb qo'ydilar. Na bir quchoqlash bor, na bir sog'indim sizlarni deyish bor. O'zimga o'zim so'rab oldim, sog'inmadingizmi deb. Mayli, shuncha qiyinchilik ortda qoldi, charchoq hali beri chiqmaydi menimcha. Eng asosiysi sog' salomat yetib keldik. Koreya hayoti videolarimiz davom ettiramiz. O'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.